Şimdi son olarak Doğu Türkistan Ulemalar Birliği üyesi Sayın Hocamız Mahmutcan Damoğlu'nu kısa konuşmaya ve duayla bitireceğiz. Mikrofona davet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu Tayland'daki karındaşlarımızı Xitayga tapşırıp belgelik musibeti hemimizin kalbini yarladı. Dünyanın her kaysi yerlerdeki Şarkı Türkistanlıkların hemmisi üzüldük. Lekin bu üzülüş yukarıda reisimizin takitlep öttü. Bizni bunundan keyin uyimizde olturuşqa sebep bolsa yoki bizninki g'oyimizni unutishga sebep bolsa yoki o'zimizning ne kadar ojiz ekanmiz deb dushmanga qarshi turishni unutildirishga sebep bolsa, biz mayli insoniy tarafdan mayli diniy tarafdan ig'ir bir xatolikqa tushgan bo'lamiz qarindoshlar. Biz ota-bobolarimiz agar bir qatimliq mag'lubiyat ya bir necha qatimliq mag'lubiyat mushundaq musibatlardan keyin biz ojiz ekanmiz, dushmanga tankilanmadik degan yagi kelib, bu dushmanga qarshi turishning foydasi yo'q ekan deya yag kelgan bo'lsa, balkim 33dagi qurilgan jumhuriyatimiz yiqilgandan keyin 44da jumhuriyat qurmaydi. Biz mag'lub bo'ldik. 33dan mag'lub bo'ldik. Hozir ham jumhuriyat qurib nim foydalanamiz deb ularcha desa, bu mujodilani, bu kurashni tashlagan bo'ladi. 44da yana bizning ota-bobolarimiz jumhuriyat qurdi. Lekin keyincha bu jumhuriyat yana yiqildi. 49da Xitoy kommunistlari vatanimizni oldi, bosdi. Agar mushundaq kuchlik 1 milliarddan jo'q nufusi va bir davlat bizni besib oldi, bizning nufusimiz mu az ekan, kuchimiz mu az ekan, qo'llaydigan davlatlarmi yo'q ekan bizni deb bizning vatanimizdagi ustozlarimiz, mujohidlarimiz, qarindoshlarimiz umidsizlangan bo'lsa, biz balkim mavat tug'an avlod Sharq Turkiston deydigan bir zaminning borlig'ini bilmagan bo'lardik. Bu asosda cho'g'inmaydik. Lekin ashundaq besim osti turibmi? Yana xalqimizdan nurg'un insonlar o'zining aslida bir mustaqil davlat egisi ekanligini unutmay, o'zininki bir davlat qurishga loyiq bir xalq ekanligini unutmay, mayli vatan ishida, mayli chet elda nurg'un xalqning bo'lganligi nima desa, bu bizning vatanimizdagi shu ustozlarimizning, shu cho'nglarimizningki ig'iz orqali, so'zlash orqali bizga qoldirgan meroslari. Her qandaq sharoit ostida o'zini biz mag'lub bo'ldik, tugashdik degan, bu bizni hammadan mahrum qilishga sabab bo'lgan bu umidsizlikcha ularning petib qolmaganligining dalili. Shuning uchun biz umumiy xalqimizdan bu hammamizga tabi ig'ir bir musibat. Lekin bu musibatchi desa, bizni umidsizlantirishga olib borsa, haqiqiy musibat shu chaqda. Haqiqiy musibat, haqiqiy mag'lubiyat qachon desa, biz ojiz keldik, dushmanimiz kuchlikan, bu dushmanga qarshi turishning ahamiyati yo'q ekan degan yerga kelish, bu haqiqiy mag'lubiyat mushu. Agar biz oshaga bormaydi ekanmiz, biz har doim jonliq holatda zolimga qarshi turdi ekanmiz, dushmanimizga bo'lgan qarshiligimiz, nafratimiz har doim qalbimizni o'yg'itib turdi ekan, biz shu desa qat'iy mag'lub bo'lmaymiz. Nima uchun desa, biz chunki ma dunyoning oxirati va bu dunyoning oxirati va ma dunyoda biz g'oya bilan, nishon bilan yashsak, o'lib ketsak-mi desa, Allohning roziligiga erishimiz deb qiyomatga ishongan insonlar. Mo'minning alohidligi mushada. Biz Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, nurg'un payg'ambarlarni ularning qavmi o'ltirib etgan. Nurg'un payg'ambarlarni va payg'ambarga ergashganlarni o'ltirib etgan, ular yo'qolib ketgan. Zalim shu chaqdagi mushriklar yoki dinsizlarcha kuchli holat qolgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizga ularning voqeligini bayon qilganda nima deydi desa,
haqiqiy qalbi qilganlar ashu deydi. Biz Buruj surasi qarsak, o'ltirildi hammasi. Davlat quranmidi. Hammasi otiq tashlab o'ltirildi shu vaqalikda. Lekin Allah subhanahu va taolo ularni nim deb sifatildi desa, zalikal fawzul azim dedi. Yani ularning ash haqda turib, o'zining iymonida mustahkam turib, o'lib ketganligini Allah haqiqiy eng yuksak g'albi shu deb sifatildi. Payg'ambar alayhissalomning qiyomat kuni bir payg'ambar keladi, keyinda bir odam ikki odam bor. Hatto ba'zi payg'ambarlarning keyinda agashgan odam yo'q, shunda keladi deb bizga xabar berdi. Bu deganligi u payg'ambarning mag'lub bo'lganligimi? U payg'ambarningki mag'lubiyatimi? Des albatta undaq emas. Ya'ni u payg'ambar ig'zi orqali kishilarni to'g'riga, haqiqatga da'vat qildi, zulm qarshi turdi. Lekin uning uchun ishongan, keyindan agashgan odamlar bo'lmadi yoki bo'lgan taqdirdimcha shundoq oz bo'ldi. Lekin payg'ambarlarga agashgan insonlarning oz bo'lganligi ularning mag'lubiyatining dalili emas. Balki shu zamondagi insonlarningki amaliyotda mag'lub bo'lganligi, amaliyotda Alloh subhanahu va taolaning g'azabiga uchraganligi halokati. Shuning uchun biz o'zimizning da'voyimizda, bu xizmatimizda har qanday bir qadam bassak, mayli bu qadam söz olsun, yoki namoyish olsun, ya bir narsa yozish olsun, har qanday ishning natijasini men chuqum ko'raman. Agar bu dunyoda uning natijasini ko'rmasam, qiyomat kuni ko'raman degan iymon bilan, ishonch bilan mangsak, ma da'voda mang'alaymiz. Agar qachoniki qilgan ishimizning natijasi chiqsa bo'ladi, ko'zim bilan shuni ko'rsam bo'ladi desak-cho desa, u chaqda biz ma da'voda chidab mang'anmaymiz. Mumkin biz hayotimizda ko'ranmasligimiz. Lekin bu yerda hayotimizda natija ko'ranmaganlik bizning mag'lub bo'lganligimizning dalili emas. Balki bizning kurashdan to'xtab qolishimiz, qo'rqib qolishimiz, umidsizlanishimiz, dushmanga qarshi turmasligimiz mana bu haqiqiy mag'lubiyatmi shu. Shu Allah Qur'oni Karimda "Faman zuhziha 'anil nari va udkhilal jannata faqad faz. Va mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kimki dozaqdan uzoq qilinib jannat kirgizilsa, bu mana haqiqiy qalbi qilgan odam shu degan. Haqiqiy qalba qachoniki biz Allohning rahmatiga, Allohning jannatiga erishsak, haqiqiy qalbi shu. Dozaq kirib qolsak-chu, kurashni tashlab, o chaqda mag'lubiyatimiz mu'minga nisbatan dozaq kirishdan og'ir mag'lubiyat yo'q. Shuning uchun butun dunyodagi xalqimizdan bu mag'lubiyat bizni tavlashga, bizni kuchlantirishga, bizning iymonimizni taqim mustahkam qilishga sabab bo'lishi lozim. Aksi shu bo'lmasligi lozim. Agar qalbimizga qachoniki biz ojizkanmiz, dushman kuchlikan, hech qilolmaydi ekanmiz degan bu narsa kirdi ekan, bizning buningdan keyingi hayotimizda bizni o'y do'ltirishga, hech aralashmaslikqa elib bordi, uningdan boshqa buning foydasi yo'q. Shuning uchun hammamiz iymonimizni mustahkamlayli, dushmanga bo'lgan qarshiligimizni yengilab turayli. Mushundaq faoliyatlar, harakatlar bu o'zimizning hayot qilishi, qalbimizning hayot qilishi uchun birinchi bo'lib o'zimizga foyda berdi aslida. Eng birinchi bo'lib o'zimizga foyda berdi. Mushundaq o'zimizning qalbini mustahkamlaydigan, irodamizni mustahkamlaydigan har qanday ish harakatdan to'xtab qolmayli. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'rida, haqiqatda mustahkam qilsin. Amin. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إي أرغفر ويدقارمز، إي ربمز، إيمانمز مستحكم قيسلا. إي فرويدقارمز بزنن قرنداشلرمزغا وطنimizdagi xalqimizga yaqin zamanda bu zulmdan qutqizishni o'zlari nasib qilsinlar. Ey Farvoydigarimiz, shu vatanimiz qaytarilgan, shu qarindoshlarimizninki iymonini mustahkam qilsinlar. Ularni iymondan ayrilib bu dunyodan ketishdan saqlab qolsinlar. Ey Farvoydigarimiz, ular o'zining iymonini qo'g'dash uchun, o'zining
madaniyatini qo'g'dash uchun, o'zining bir musulmonligini, uyg'urligini qo'g'dash uchun hijrat qilganti. Ularning hijratini qabul qilsizlar. Ularni muhojirlarning qatorida yozsizlar. Ey Parvardigarimiz, o qarindoshlarimizni o'z panohlarida saqlasizlar. Bu zolimlar haddidan oshdi. Bu zolimlar musulmonlarni, uşaq balalarni o'ltadi. Qur'oni Karimni ko'ydiydi. İnsaniyat tarixida ko'rilib boqmagan zulmni Sharq Turkiston xalqiga qilyapti Parvardigarimiz. Sizlar bu zulmni bizdan yaxshi bilinglar. O'zlari Qur'oni Karimda bizga xabar berlar. Zolimlarga o'zlari qat'iy muhlat bermaydiganliklari, zolimlarni halok qildiganliklari to'g'riliq bizga va'da berdi Parvardigarimiz. Bu va'dalarni biz ko'rishni xohlaymiz. Bu va'dalarning amaliyashini xohlaymiz, istaymiz Parvardigarimiz. Parvardigarimiz, bizning qalbimizdagi dushmandan qo'rqish yoki umidsizlikdan iborat bu kasallikni qalbimizdan chiqarib aslar. Bizning dushmanga bo'lgan qarshiligimizni taqim mustahkam qilsizlar. Bizning dushmanga bo'lgan nafratimizni har doim jonliq saqlashga o'zlari yordam ato qilsizlar. Ey Parvardigarimiz, bizning avlodlarimizni o'zining vatanini tunuydigan, o'zining vatanining ozodligi uchun harakat qiladigan iroda bilan cho'ng'ilishni nasib qilsizlar. Ey Parvardigarimiz, butun dunyodagi musulmonlarni bizga va bizga o'xshash zulm qilingan qarindoshlarga yordam qilishga ularga kuch-quvvat ato qilsizlar. Bizga ey Parvardigarimiz, bu zolimning ustidan g'alaba qilishga kuch-quvvat nusrat ato qilsizlar. Ey Parvardigarimiz, qalbimizdagi nifoq bo'lsin, kibr bo'lsin, riyo bo'lsin, birimizni dushman tutish bo'lsin, har xil qalbiy kasalliklardan bizning qalbimizni poklasizlar. Ey Parvardigarimiz, bizni va bizning avlodlarimizni vatanimiz Sharq Turkistonga qaytishga nasib qilsizlar. Vatanimizni ozod qilishga nasib qilsizlar, kuch-quvvat ato qilsizlar. Bu yo'ldan suslab qolishdan bizni saqlasizlar. Ey Parvardigarimiz, hammamizni o'zlarining rahmati bilan muomala qilsizlar. Ey Parvardigarimiz, biz hammamiz o'zlarining roziligini izlaymiz, roziliklarini talab qilamiz. Ey Parvardigarimiz, bizni g'azab qilganlarning qatoridan qilmasizlar. O'zlari rozi bo'lgan bandalarning qatoridan qilsizlar. Bizni Peygamberlerinin izidan, salih bendilerinin izidan, mücahitlerinin izidan menşikini sıkısla. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mahmud Damullah'a köptün köp rahmet etimiz. Bütün aziz halkımızga köptün köp rahmet qatnashib berganlar uchun.